Ajoyib tarona, maza qilib Albatta. raqsga tushsa ham bo'ladi. Va mana shunday chiroyli qo'shiqdan keyin yana chiroyli suhbatimizni davom ettiramiz va studiyamizga bugun surxondaryoliklar, nafaqat surxondaryoliklar, barcha yurtdoshlarimiz yaxshi taniydigan oilani, sulolani taklif etdik. Tursunovlar oilasi va Tursunovlar sulolasi. Ustozimiz Termiz davlat universitetining dotsenti Abdurahim Tursunov va ularning farzandlari bugun biz bilan hamsuhbat bo'lishadi va shogirdlari. Ustoz, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Bitta savol so'rayman deyman. Har safar sizdan efirda so'rab olay, boshqa vaqtda hech imkon bo'lmaydi. Doim bandsiz yo shogirdlar bilan yo o'sha tadbirlar bilan. Hozir bunday qaraydigan bo'lsak, sizni shogirdingiz yo'q joyni o'zi yo'q Surxondaryoda, to'g'risi. Qaysi san'atkor bilan gaplashsak, oxiri siz ustozi bo'lib chiqasiz, so'rab boraversak. Xo'p, mana shu ishlagan mehnat yillaringiz davomida ko'proq nimaga e'tibor berdingiz? Assalomu alaykum. Men endi asosan o'sha hayotimda umrimni men san'atga bag'ishlagan insonman. To'g'ri. O'zimga keladigan bo'lsam, bolaligimdan shu paytgacha men san'atda yuraman. Mana mening maqsadim shuki, kelajakda mana bugungi yoshlar, kelajakda yoshlar shogirdlarga masalan asosan o'sha o'zim umr davomida yiqqan o'sha musiqiy saboqlarimni, ilmlarimni maqsadim shularga tarqatish, shularga berish. Haqiqatan ham mani shogirdlarim juda ham ko'p, xalq artistlari bor, xizmat ko'rsatgan artistlar bor. O'zim bilan shogirdlarimdan yana professorlar bor. Respublikamizda turli san'at oliygohlarida dars berishadi ular. Shular bilan birgalikda men bugun farzandlarim ham birgalikda ishlaymiz. Bular hammasi katta o'qituvchi, universitetda ishlaydi. Eng kam 10 yildan men ishlaydi. Men o'z ishlaganim 35-40 yil bo'lyapti. 40 yilga yaqinlashib qoldi. Mana bugun sizlarga o'sha shogirdlarimni olib kelganman. Ikkita hali shogirdlarim juda ham ko'p. Albatta. Endi hamma tomonni vaqtni ham hisobga olgan holda ikkita qo'shiqlar tayyorlab kelganmiz. Xuddi shunday, marhamat. Sozandalarimiz sozchalar ham qo'shiq ijro qilishadi. Albatta. Demak, Shogirdlar juda ham ko'p. rahmat ustoz. Nevara chavarlarimiz shogird bo'lib ketgan hozirda. Hammasi san'atda yurishibdi. Albatta. Mana shu gapni o'zi bir katta bir ruhda shogirdlar ko'p deganligi, deylik, ustoz bo'la olish ham bu bir katta sharaf. Ko'plarni tanimayman, men aytaman, o'qitgansiz deb keladi-da, bir xillar sidq o'qiydi. San'at kollejida o'qitganman. Universitetda, viloyatimiz hamma tumanlarda, musiqa maktablarida, o'rta maktablarda albatta shogirdlarim bor. Xursandman bundan. O'zi aslida ustoz san'at shundaydi, makon va zamon tanlamaydi. Har makonda, har zamonda o'sha masofadan turib ham shogird bo'lib boraverishadi-da insonlar. Demak, shogirdlarim farzandlari ham shogird menga ko'plar. nabira shogirdlar ham bor. Nabira shogirdlar. Qoyil. Umringiz uzoq bo'lsin ustoz. Charchamang shogirdlar tayyorlashdan. Va Zohid aka, Jamshid aka, sizlardan bir chiroyli qo'shiq eshitsak. Qaysi qo'shig'imiz? Yaqinda bastalagan qo'shiqlarimizda Armonda aytib beramiz. Armonni. Marhamat. Ali maydonimizga taklif etamiz. Demak, chiroyli qo'shiq bizda. Gözlərdə alam yaşaydı, yüreğdə bir gam yaşaydı. Açılmagan gülge oxşaydı, dertleri köp aytolmaydılar, sevganiga yetolmaydılar. Açılmagan gülge o'xshaydi, dardlari ko'p aytolmaydilar, sevganiga yetolmaydilar. O'zgaga yor bo'lar yorlari, alam qilar to'y yorlari, tutganida ish xumorlari, ko'z yoshlarin tutolmaydilar, sevganiga yetolmaydilar.
tutganida ish xumorlari ko'z yoshlarin tutolmaydilar, sevganiga yetolmaydilar. Yaşayırar hicranda yanıp, sevmegen yar mehriga qonib. Yaşayırar hicranda yanıp, sevmegen yar mehriga qonib. Uzoqdan bir ko'rsa quvonib, sevganiga yetolmaydilar. O'zgaga yor bo'lar yorlari, alam qilar tuyyor yorlari, tutganida ish xumorlari ko'z yoshlarin tutolmaydilar, sevganiga yetolmaydilar. Tutganida ish xumorlari ko'z yoshlarin tutolmaydilar, sevganiga yetolmaydilar. Tutganida ish xumorlari ko'z yoshlarin tutolmaydilar, sevganiga yetolmaydilar. Rahmat. Judayam Ajoyib tarona. Xo'p, juda ham chiroyli qo'shiq bo'ldi, rahmat. Demak, yana bizda qo'shiq eshitish imkoniyati bor. Ustozning shogirdlari kelishgan. Demak, talabalar. Xo'p, kimdan eshitamiz? Kimdan eshitamiz? Dilrabo qizimiz bu yil Dilrabodan. an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha 1-kurs talabasi. Ikkovlari ham 1-kursda o'qishadi. Zo'r. Hozir Dilrabo qizimizga navbat beramiz. O'sha Muhammadjon Mirzayev musiqasi bilan bir kelib ketsin nahoniy g'azalda ijro qilib beradilar. Marhamat. Demak, marhamat. Keling. Sabah arzini hiç ko'rgum, mahtaban bir kilib geçsin. Sabah arzini hiç ko'rgum, mahtaban bir kilib geçsin. Tamami husniliğinin Şah Sultan bir kilip geçsin. Tamami husniliğinin Şah Sultan bir kilip geçsin. Tutarga birdami suhbat asiruna tava bilan tarix tutmay nigorim bo'lsa imkon bir kelib ketsin. Tarix tutmay nigorim bo'lsa imkon bir kelib ketsin. Necha kunlarda
beri kur satmayın vaslin soğunturdi tarahum aylasın ol çok canan bir kelip geçsun tarahum aylasın ol çok canan bir kelip geçsun Khaniga necaqdu vafalar bağlanan erdi Mahtaban bir kelip geçsun Aferin. Ajoyib tarona. Shunday ovozni biz avval eshitmagan ekanmiz. Hech ham eshitmagan ekanmiz. Juda ham chiroyli. Xo'p, jonli ijroda bo'ldi ham. Ha, jonli ijroda. O'zlaridan ham bir suhbat olsak, kayfiyatlar yaxshimi? Avvalambor assalom Ustozlardan nimani o'rganib kelyapsiz bugungi kunda? Mikrofon bilan. Avvalambor assalomu alaykum. Termiz davlat universitetiga bu yil qabul qilindik. Birinchi kurs talabalarimiz ustozlarimizdan O'zbekiston milliy qo'shiqlaridan bo'lgan maqomlardan namunalar o'rganib kelyapmiz va bundan biz juda ham faxrlanamiz. Mana shunday ustozlarning qo'lida o'qiyotganimizdan. Bu mas'uliyat-da ham. Juda ham katta mas'uliyat. Ham faxr ham mas'uliyat. shug'ullanib kelasiz. Aynan an'anaviy ijro bo'yicha. An'anaviy ijro bo'yicha 2018-yildan beri shug'ullanib kelaman. Juda ham yaxshi. Demak, endi yana musiqa sozlarini ham bir kuy eshitish imkoniyatiga ega ekanmiz. Xo'p, marhamat ustoz.
Juda ham Judayam chiroyli. chiroyli tarona. Shu o'rinda hozir milliy kuyimizni eshitib turib, bugun yana bir Surxondaryoda xushxabar borligini aytib o'tsak, marhamat. bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin A'zam tavalludining 75 yilligi munosabati bilan San'at saroyida tadbir bo'lib o'tadi. Erkin A'zam, ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, 1950-yil 10-avgustda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. Va adabiyotga, ijodga qiziqqan vohadoshlarimiz bemalol ushbu tadbirda kelib ishtirok etsa bo'ladi. Adib haqida qisqacha ma'lumotlar. Adibning Inson hikoyasi 1966-yilda Viloyat gazetasida chop etilgan. Keyinchalik uning Chiroqlar o'chmagan kecha nomli hikoyalar to'plami 1977-yilda chop etilgan. Biroz tanaffusdan keyin 1981-yilda yozuvchining Atoyining tug'ilgan yili nomli qissa va hikoyalar to'plami chop etildi. Erkin A'zam Atoyining tug'ilgan yili to'plami uchun O'zbekiston Yoshlar ittifoqining maxsus mukofoti bilan taqdirlangan. Bir qator o'sha to'plamlar muallifi kelib bugungi tadbirda o'zimizni vohadoshimiz, yurtdoshimiz, bugun yurtimizda faxri hisoblangan ijodkor tavalludiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etishingiz mumkin. Albatta, barchani taklif qilib qolamiz. Albatta taklif etib qolamiz va ustoz bizda yana shogirdlardan chiqish bor. Talabalar. Ha, bizdan shogird mana Sharipov Sarvarbek biz shogirdimiz. Mana bu yil birinchi kurs bu yil Xorazm viloyatidan bizlarga qabul bo'lgan. Mana birinchi kursda o'qiyapti. Yaqinda 10-15 kun bo'ldi respublikada xonandalik yo'nalishi bo'yicha respublika ko'rin tanlovi bo'lib birinchi o'rinni egallab keldi. Qoyil, tabriklaymiz Sarvar. Tabriklayman, Xudo xolsa bardavom bo'lsin. Albatta. Men o'zim birga borib chiqishlarini ko'rib o'zim maqb keldim. Umidingiz kattami endi Sarvardan? Ha? Sarvar ertaga yaxshi xonanda, yaxshi ijodkor chiqadimi Sarvardan? Sarvar haqida gapiradigan bo'lsam, Sarvar juda ilg'or yigit. Shash maqomlari, Xorazm maqomlari, o'zbek xalq maqomlari, o'sha Xorazm suvoralari, buzurgi maqomidan Nasrullolarni hali juda me'yoriga yetkazib ijro etyapti. Hali ozgina yoshroq, vaqt bor hali. Hozir endi 18 yoshga to'layapti. Chunki 18 ovoz bilan bog'liq ko'p narsa. Katta asarlar ijro qilish ovoz bilan bog'liqda, yosh bilan bog'liq. Shuning uchun yoshiga qaramasdan juda ilg'or yigit. Demak, bir eshitaylik. Ko'rik tanlovda respublikada birinchi o'rinda olib keldimi xonandalik yo'nalishi bo'yicha yaqinda. Endi shu hozir birorta lirik qo'shiq ijro qilib beradi. Albatta kelgusi ko'rsatuvlarda nasib bo'lsa, Albatta. shash maqomlardan tayyorlab olib kelamiz, ijro qilib Juda ham beradi. yaxshi taklif bo'ldi ustoz. Sarvarbek, marhamat. buldum bir hanıma, serve kamet cananıma. Aşk buldum bir hanıma, serve kamet cananıma. Odanı salıp canıma, yarnaz yandırsın beni. Otlarını salıp canıma, yarnaz yandırsın beni. Yarnaz yandırsın beni, perdaz yandırsın beni. Yarnaz yandırsın beni, perdaz yandırsın beni. Dildamirin üleştirip, saçım bile çolaştırıp. Baksam gözüm kamaştırıp, yardaz yandırsın beni. Baksam gözüm kamaştırıp, perdaz yandırsın beni. Yarnaz yandırsın beni, perdaz yandırsın beni. Yarnaz yandırsın beni, perdaz yandırsın beni. Yüz aydık
ulashdigar sarvi qamat nazi dildar gulnoz yandirsin meni sarvi qamat nazi dildar gulnoz yandirsin meni yarnoz yandirsin meni pardoz yandirsin meni yarnoz yandirsin meni pardoz yandirsin meni Zarifim ahtab zarifini qalbına bar Zarifidirim ahtab zarifini qalbına bar Zarifini eylab kabar yarnaz yandırsın beni Zarifini eylab kabar yarnaz yandırsın beni Yarnaz yandırsın beni perdaz 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 yandırsın beni Perdaz yandırsın beni Yarnaz yandırsın beni Ajoyib Judayam, tarona. Mazza judayam qilib kayfiyatni ko'tarib oldik. Menimcha Albatta. teletomoshabinlarimizga ham manzur keldi degan umiddamiz. Hop, ustozdan kun tilaklarini eshitsak, ustoz bugun sizni tomosha qilib turgan Zohid akani, Jamshid akani, Xurshid akani bugun barcha bu yerda ijodkorlar yig'ilgan, ularning muxlislari ko'p. Barchalari nomidan siz kun tilaklarini yetkazsangiz marhamat. Mana endi mana shu barcha shogirdlar, farzandlar, hamkasblar nomidan albatta bugungi teletomoshabinlarga yaxshi niyatlarimni yo'llayman. Shunaqa quvonchli kunlari ko'p bo'lsin ularning. Shunaqa chiroyli ko'rsatuvlarimizni qoldirmasdan ko'rib borsin o'zlariga. San'atimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, biz ham xursandmiz. Albatta. Rahmat, tashrif uchun rahmat. Rahmat. Demak, qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz so'ngida bir xabarimiz bor. Xo'p, bugun hamkasbimiz Sarvarbekni Boboqulov Sarvar nadalarini tavallud topgan kunlari ekan. Shavkat aka Haydarov bugun 59 yoshni qarshi olyaptilar. Biz ham tabriklaymiz Shavkat aka, doim farzandlaringiz, nabiralar, barcha yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon bo'ling. Juda ham yaxshi inson, samimiy inson, xonadonlarda mehmonda bo'lganmiz. Albatta. O'sha jamiyatimizga kerakli bo'lgan insonlardan biri. Demak, xayrlashamiz. Demak, azizlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xuddi shunday. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling.